Assalomu alaykum. Manzitoq Voyxo'jayeva 6 yillik tajribaga egaman va shu tajribam davomida juda ham ko'p ayollarga sog'lom o'sishga yordam berib kelyapman. Hozirgi beradigan sizga qisqa va chiroyli ma'lumotlarni saqlab oling, chunki umringiz oxirigacha kerak bo'ladi. Xullas, Rastaropshani hammalar eshitgansizlar, iste'mol qilish kerak, ichish kerak, jigar yog'larini eritadi, tez ozdirib beradi degan gaplarni eshitgansizlar, lekin mana bunisini eshitmagansizlar. Rastaropshani eng foydali xususiyati nafaqat jigardagi yog'larni eritadi, o't qopni yaxshi tozalaydi va yaxshi ishlashiga yordam beradi. Va pochkaga ham tuzlarni ko'chirishga yordam beradigan bevosita tabiiy mahsulot. Rastaropshaning yana bir xususiyati bu, masalan, kun davomida biz hozirgi kunda faqatgina notabiiy narsalar iste'mol qilamiz. Kun davomida iste'mol qilgan notabiiy narsalar jigarga zararlidir. Ya'ni mana shu jigarni sog'lom yuvib turish uchun, mana shu zararli bo'lgan mahsulotlarni jigardan yuvib chiqarib turish uchun biz kundalik hayotimizga Rastaropsha qo'shishimiz kerak. Va Rastaropshani qanaqa iste'mol qiladi, qaysi vaqtda ichgan ma'qul deb ko'pchilik so'raydi. Rastaropshani har ovqat oldi och qoringa 1 stakandan ichib olish juda ham jigar uchun foydali. Ham tez ozdiradi yog'larni eritib, ham mana shu jigardagi zararli o'sha har kuni yeyotgan mahsulotlarni, zararlarni yuvib turuvchi eng sifatli mahsulot. Agar bundan ko'p ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsanglar, hoziroq menga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.